Karamat ko'rsatasan biza. Nima qo'lingdan kelar? Men sizlarga she'r tayyorlab kelganman. Oyat qani? Qishloqning bahori eng go'zal. Uni yozmay qo'ying, jo'naqa yozadigan she'r emas. Shaharga ortiqcha intilma bola. Shaharda varraklar baland uchmaydi. Shaharning osmoni simlarga to'la. Shuni bilar ekansan, shaharda nima qilyapsan? Azoblash xizmatini o'tagani keldi. Oh, senda azoblash xizmati bormi? Menda-da. Azobla bizni. Azobla Bizlarda bitta azobla. Azobla. Faqat o'zlaringni yo'qotmaysizlar. Bo'ldi, azobla. Azobla. Men endi Tepaga mahallada chiqib oling. Sahnaga chiqib oling. Tepaga chiqib azoblang bizni. yaxshi turibman. Azoblang. Azoblang. Bozorga asal axtarib borgan qizlar. Ovora bo'lasizlar. Bozorda asal topolmaysizlar. Nimaga? Chunki men bugun kastingda bo'laman. Azoblandim. 5 yilga azobladim. Azoblan. Yozing shuni qaranglar. Yozing. Juda azoblan. Rahmat. Shunaqami? Shunaqa. Buni bloger. Yana Bitta azobla. Yana bitta azobla. Agar chiroyli bo'lish jinoyat bo'lganida edi, men fashizmni srogogan bo'lardim. Fashizmnimi, fashizmnimi? Fashizmni. Fashizmni emas, fashizmni. Fashizmni. Yozing buni ruschasi bilan shug'ullanish kerak ekan. Фашизмный или фашизм? Fashizmni, bu fashizmni deyordi. Да. Iltimos qo'pol gapirma Karim. Iltimos qilaman. Ay, meni ishchim-ku. Meni o'rtog'immi? Seni ishching bo'lganmi? Sen qachon o'rtoq bo'lib olding bu bilan? Kim yashil kiyinsa o'rtoq bo'lib olur, sen bilasanmi? O'chir ovozingni. Meni muhabbatimga aralashma. Iltimos sendan. Biz qoyoqdan bundan sen qoyoq? Menda bitta monolog bor. O'chir ovozingni. Men kecha kimda ko'zni qisdim, men o'zim ko'rdim. Nima menga Ya, buning o'z ko'zim hamnaqa qissaroq ekan. men qara, menga men sezyapman. Eri yo'q ekan. Onasi bilan Endi turadi. o'z ko'zini qissa, sirasi ko'zini. Пожизненный. Kam tushunardi bu ozgina. Пожалуйста. Tushunammi? Shu turishda haydang parkovga. Rahmat. Hayda, parkovga chiqib. Hamma kiyimlaringizni olib kelganmiz Toshkentga. Va Picasso,